Ishontirib ayta olamanki, bu salatni hali yeb ko'rmagansizlar. Bizga kerak bo'ladi salat bargini yaxshilab yuvib, shunaqa katta-katta qilib to'g'raymiz. Bizga yana ananas kerak bo'ladi. Konserva ananas xohishga ko'ra, xohlagan turini olsangiz bo'ladi. Shunaqa kattalikda ananaslarimizni ham to'g'rab olamiz. Salat bargini ustiga solamiz. Bizga tovuq filesi, ya'ni tovuq go'shti kerak bo'ladi. Tovuq go'shtini uzunchoq, kattaroq shaklda to'g'rab, yaxshilab orqa oldini qovuramiz va 2-3 qoshiq soya solib, 8-10 daqiqaga dimlab qo'yamiz. Juda mazali, yumshoq bo'lib, tez pishib chiqadi. Uni ham salatimiz ustiga qo'yamiz va qaynatib olingan bedana tuxumlarni ham 2ga bo'lib salatimizga solamiz. Ustiga xohishga ko'ra yong'oq solamiz. Men ozgina salat qilganim uchun kamroq yong'oq soldim. Sizlar agar ko'proq salat qilsangiz, yong'og'ini ko'p qilib solsangiz juda ham mazali bo'ladi. Yong'og'imizni ham bitta maydalab olib sovurishimiz kerak bo'ladi. Ustiga mayonez solib, yaxshilab aralashtiramiz. Juda ham mazali bo'ladi. Albatta tayyorlab ko'ringlar. Kam xarj, lekin mazasi juda ham zo'r qizlar. Mehmon dasturxoninglarni, iftorli dasturxoninglarni juda ham ochib beradi qizlar. Albatta tayyorlab ko'ringlar. Yoqimli ishtaha.